Hech o'ylab ko'rganmisiz? Natsistlar o'z g'oyalarini qayerdan olishgan ekan? 19-asrda yashagan Yelena Petrovna Blavatskaya dunyodagi eng sirli shaxslardan biri edi. U teosofikal jamiyatini tashkil qilib, shu orqali yangi bir ta'limotni yoydi. Teosofiya bu dunyodagi barcha dinlar aslida bir manbadan chiqqan. Inson esa faqat jism emas, balki doimiy rivojlanib boradigan ruhga ega mavjudot degan g'oyaga asoslanadi. Bu ta'limotga ko'ra insoniyat ham oddiy biologik emas, balki ruhiy evolyutsiya bosqichlaridan o'tadi. Teosofiya jamiyati bu borada qadimgi, yashirin bilimlari mavjud bo'lib, ularni faqat cheklangan miqdorda anglash mumkinligiga ishonardi. Lekin muammo shundan boshlandi. Uning irqiy bosqichlar haqidagi fikrlari keyinchalik noto'g'ri talqin qilindi. Oradan yillar o'tib, natsistlar partiyasi sahnaga chiqdi. Ular nemis xalqi ustunligi degan xavfli g'oyani yoydi. Ba'zi yetakchilar, masalan, Genrix Gimler mistika va sirli bilimlarga qiziqqan edi. Ular qadimgi bilimlarni izlab, ayrim o'xshash g'oyalardan ilhom olishgan. Ammo Blavatskaya natsizmni yaratmagan. U ruhiy va falsafiy g'oyalar bilan shug'ullangan. Natsistlar esa bu g'oyalarni buzib, uni siyosiy va zo'ravon mafkuraga aylantirib yuborgan.